Hürmetli televizor ko'yuvchilar, hozir biz Xumarim LC futbol komandasidagi yosh o'smirlar bilan bir maydonda turyapmiz. Demak, bularniki qishki ta'tillik o'quvchi qabul qilish vaqti to'shdi. Oldinroq ta'tilga taqgan bo'lsa, undan so'ng bugun biz bularni bir ziyorat qilib beqish orqali bularniki erkakligi bo'lgan, futbol o'qigan ishtiyoqini bir ko'rib boqaylik. Xumarim LC futbol klubidagi hozirgi yosh azimatlarni bir qor ziyorat qilib chiqamiz. Undan so'ng sol tarafdan boshlaylik. Ismi nima? Bilikyar. Bilikyar. Seniki yaxshilik qilayotgan hammasi himmatmi? Bukun tashlamaysa bu bukun oshinchilik qimmatmi? Qimmat. Sen asma? Abid. Abid. Ketmali chepatimiz past tarafda tug'an. Abid seni udilishing nimachi yo'g'an? Sen asmachi? Bodir. Sadir. Ismi nima? Sadir. Sadir. Oy. Tuanga tushayotganlarni hammasi olvanmi? Ismi Sadirga seni buvang palvonmi? Sadir palvon. Seni? Muhit. Muhit. Muhitniki ba'zilarning putlari top tepganda uch qoldi. Muhit akini boshlab o'smadi, shital tushib qoldi. Muhit, sen asma? İbrahim. Yurgimni surishtirsa necha yer yara. İbrahim top tepmadi, chiroyli qara. Sen asmachi? Mau? Ha? Mau? Ifrat, 有些人活着的话，好多地方黄毛，这是咱们红马的爱吃的唯一的一个黄毛，对吧？ Aziz. Tamak yediğinin yaxşı kızı var etki leziz. Kök çoğayını kiyip ölgüdek deyip o Aziz. Ya kadar futbolun yaxşı meşik otan sen? Kaç yıl oldu bir meşik otana? 2 yıl olaydı kal sen hocam. Hikmet. Jürgümde ağır töte oturdu ki yarısı. Üstantının artık kişinin arısı edip Hikmet. Sen o bir inan var biz öyle bir kiygiz Hikmet de. Ne yıldı sen meşik kına? 1 yıl olaydı. Hazır Cevfaran'ı görme hazır he? Halzat. Halzat? Nakşılarını etken çağda pestarek ün düştü mü? Keçen seyrada gitti, 5 gün düştü mü? Ya. Yok, 5 gün düştü mü dedin? Sen hocam? İkram. İkram? İkram'daki boyu ne çıktı? Yemişen. Yemiş ha. Erşat'ta yanılamıkeniniz koşaklarını dokumaydı. Özünün boyuna ne çıkıldığını ikram okumaydı. Ucuda acaba? Sen ismi en küçük mi? Zülya. Zülyer? Üzanamaya koşulanırsın mı? Zülyer en omaka ne çıkırdın? 8'ye. 8 kırdı. Üzaya kız kırdı mı ya biraz da koşup kırdı mı? Özel kırdı. Öz kırdı yani. Birden bir 8'ge öz kırgan bola. Hazır başkalarımız yardımcısız kırvadı da şuna bu Zülyer'ni tebrikleyeyim 8 kırgan onu. Rahmet. Erşat 30'u kırdı. Yaşlar kayırlık etti. Xumarim elsi top deyip verip kalpikler yerlik etti de başları. Kalpikler yerlik etti. Senin ismin? Ümit. Kavapni yavatma kayırım bile yelin. Azizninki kulğununki sol tarafı kıylın degendek. Aziz ismin? Ümit Rız. Aziz de çakırıydı hayatımız. Sen ismin ço? Aziz. Sen Aziz. Oo, ne çıkıtım şehirlerimni yazganda kalmaştırıp mı? Şıklarına ismini hemen bir yerde almıştırıp mı? Doğru mu? Aziz bana. Sen ismin? Aziz. Senin Aziz. Oo, üstüne Xumarimdan kiyimleri yepilmedi mi? Sizlerge Aziz'de başka isim tepilmedi mi? Sen Aziz'ninki kengben çıkırdığını, matarben çıkırdığını. Şikeksellik Aziz, breksellik. Sen ismin? Zübeyir. Zübeyir'ninki mamkapni püdep koydu, nurgu yeri tuzun. Zübeyir kelişken bana kirpikleri uzun degende. Hemşehrdeki kirpik en uzun bala. Uğruq bu, azrak semeye. Bana kötüme nime atkanı sorsan boldu. Sen ismin ço? Arfayet. Nima? Arfayet. Arfayet? Qatil ish maydoniga chiqib nechqatin telvasamamdu. Qallan o'tkirib olgan 4 popay kiyivasamamdu. Qallan o'tkirka. Ismin? Muhammad necha kirding? 10'ga. 10 kirdi. Hujumchimi yo bekmi? Varta. İki pakay mananga. Erşatga o'sha she'rlarni hammasi qaytib paqa. Sen varta olsan, mani o'zingni it paqa. Atalamsa atamsa. Ata undan ko'raylik. Attı! Mana Muhammed yaxshi varta 10 tarafga attı. Et bo'lgandan keyin kichini oldi da 2 minut yotdi. Sen isming-chi? Ali. Ali, sen hujumchimi? Bek. Yaman bek uzun turib ketgan bekdek tursa, sen mazroq qarayapsan. Şu hujumga jiqiraq chiqib shamol depamisan? Mana shamol o'tmay qolibdi. Mana Ali, tish doktor biroq yana uning ismi Vali. Bekda dahshat qatib turdi. Xumarimdagi Ali deb ularniki teqimo. Yaxshi turish aka quloni. So'qish ketmaydi hech kim. Sen isming-chi? Azmat. Azmat, sen-chi? O'tirmaydanmi? Bek. Hech nima o'tmanda senda? O'tmaydi. Mana Jirahtga muhabbatni hammasi kutkizmadi. Bu Bek Tural o'ka bir pashni o'tkizmadi. Bir pashni o'tkizmadi dedi rasmi? Yag'an. O'tkizdi odatda pashya chivin. Qancha narsadan yugan narsalar o'tkizdi-ku?
Doptun yuğunu ötüdü ama dop ötmeydi. Mana mayga to'g'ri oldu. İnsan aka qo'lini. Sen ismin? Urkan. Urxan. Borxan deb bir akam vati. So'rin jurgan. Demak, birlari mekishmak o'ynaganda o'zini sangli qizdi. Urxan yaxshi hujumchi, Chechen tangli qiz deganda Chechen tangli qizga Urxan necha kirdi? Yaş. Dehqonlar bug'doy qo'rani etizlarga terib olibdi. Xumarimda potpol tepmir, peshonni yerib olibdi. Men yordingmi? Uydagilar qo'yib qo'ygan. Sen isminchi? Eşliyar. Ehliyar, eng oxirgi sen bo'lib qoldi. Unda seni so'raydigan savol asal chiq. Javliyandan qancha urib to'laydiganlar bormi? Qanday mushu yerda mashq qilish jarayonida xushallik his qilamsiz? Xinqavshin shu ba. Shunga mau bir chin, ikki chin to'piga minib oldi, shundaqmi? Ershad she'r o'qiganda she'rimni tinib oldi. Xumarimni mashq qilmadi, chin to'piga tishlab minib oldi degandek. Bizni mayli chiqsa mesela at mingizma. Ekrandagi do'stlar, mana biz Xumarim Elsi futbol komandasiga barcha azimatlar bilan bir qatordan eli chaqchiq orqali tanishib chiqqan bo'ldik. Demak, Xumarim Elsi komandasi bizning eli tavasidagi shunday yosh o'smirlarni tarbiyalashdan shug'ullanayotganimi xeyli yillardan eshib qoldi. Hamda mushu qishliq ta'til munosabati bilan yana davomli o'quvchi qabul qilmoqchi. Shunga biz kelgusidagi bahramlarni ko'rgandek bo'ldik. Kelgusidagi umid qatorliq mush mamlakatimizning yaxshi futbol sahnlarida chaqnayotgan yulduzlarni ko'rgandek bo'ldik. Atalarımızdan bugünkidek davrning taraqqiyotiga ergishib mengayotgan, naytim ushqandek taraqqiy qilayotgan davrda o'z farzandlarini yaramli qilib tarbiyalayman degan mana mushundaq yosh o'smirlarni dal Xumarim Elsidan iborat muhabbat bir yerga kelgan, botirlik bir yerga kelgan, azimatlik bir yerga kelgan dal mushu futbol klubiga akilishinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Hamda futbol klubininki mas'uli Dilshod og'aynan bu yenimizda turibdi. Dilshodni olsa mushu yana o'rinni bir ikromligi do'stlar bir davatgan bo'lsa. Bizning G'ulji diyoridagi Xumarim Elsi futbol klubimizning ma'lum bo'lsa Bayko'lga joylashgan shaharlik ana bolalar doktorxonasi ishidagi maydonimiz. Yana bir maydonimiz bo'lsa Qizilbayroq yendiki To'nglovan zal ishchi maydonimiz bor. Tizimlash telefon nomeri 132 39 99 66 14. Sizlarni hammalarni klubimiz qizg'in qarshi oladi. Rahmat. Oxirsida hammamiz Xumarim Elsi futbol komandasi nomidan qadamlaringlarning harakatlik, ishlaringlarning barakatli bo'lishini tilakdoshmiz. Hammanglar omon bo'lgaysizlar. Xo'sh! Xo'sh!